Bugun Instagram titkilab o'tirgan paytimda bitta multfilmga ko'zim tushib qoldi. Voy, bugun bizga nimadir o'rgatishadimi o'zi? Bu yerga kelgan ekansiz, marhamat qilib jim o'tiring. Yaxshisi uyingizga boring. O'zingiz yozuv daftaringizga yozasizmi, nima qilsangiz ham qiling. Bizning bosh qahramon Jasper boyvachcha erkatoy mas'uliyatsiz. Uning otasini katta pochta biznesi bor edi va otasiga Jasperni dangasaligi va qo'lidan bir ish kelmasligi yoqmasdi. Otasi uni jazolash uchun juda ham uzoqdagi sovuq Smirenburg degan shaharga pochtasi qilib jo'natadi. Agarda o'sha yerda yaxshi ishlay olsa, uni qaytarib olib kelishini Jasperga aytadi. Jasper Smirenburgga yo'l oladi. Jasper shaharchaga yetib kelganida u yerda hech kim yo'q edi. Jasperni shaharga olib kelgan aravachi shaharning o'rtasida turgan qo'ng'iroqchani chalsang hamma o'z uyidan chiqadi deydi. Jasper bunga ishonib qo'ng'iroqchani chaladi va shu payt barcha aholi uylaridan chiqib bir-birlari bilan urushib ketishadi. Jasper zo'rg'a qochib qutulib go'sht do'koniga berkinadi va u yerda Alva ismli qizni uchratadi. Alvani aytib berishicha, dastlab u o'qituvchi bo'lgan ekan. Shahardagi odamlar bir-biriga nafrat bilan qaragani uchun hech kim maktabga bormagan. Shuning uchun u o'qituvchilikni tashlab baliq sotuvchi bo'lib ishlay boshlagan. Multfilm davomida va oxirida nimalar bo'ladi? Buni bilish uchun albatta multfilmni boshidan oxirigacha ko'rib chiqishingizni maslahat beraman. Multfilmni to'lig'ini mana bu yerda chiqib turgan Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. Albatta o'tib ko'rishingiz mumkin.